Assalomu alaykum qizlarjonlar, qaysizlar, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Men mehmondorchilikdan kelib, uyga kelib cho'milib, sochlarimni spreylarimni sepib, quritib oldim. Do'konga ketaman. Anaqa kollagenimni ichib oling. Shahzodadan olgan kollagenlarimni ichib olman, девочки. Kollagen bizga juda ham zarur narsa qizlar. Chunki 25 yoshgacha bizning organizmimizni kollagen ishlaveradi. 25 yoshdan keyin уже kollagenlarimiz yetilishni boshlaydi. Kollagen bizga nimaga kerak bilasizlar? Bizning sochlarimiz mustahkam bo'lishi uchun, terimiz mayin, chiroyli bo'lishi uchun, yosh bo'lishi uchun, tirnoqlarimiz mustahkam bo'lishi uchun juda ham bizga zarur. Sizlar ham kollagen ichasizlarmi? Menga o'xshab